İftixarlanışqa hammadan bek asos yo'q kishilar ko'p hollarda hammadan bek iftixorlanib ketadi. Ular har qanday narsani ajoyib sirliq tasvirlaydi hamda bakli qo'pol so'zlaydi. Ular butun niyati bilan boshqalarning barikallasini talab qiladigan xomil yo'llardir. Undaqlar kishining kulgisini keltiradi. Obro'yparastlik odamni hamon bezor qiladi. Ammo bundaq bezorlik kishiga obro'yparastlikdanmi o'ta kuluklik to'yiladi. Ba'zilar xuddi non talab yurgan divoniga o'xshashla nom atoq talab qilib yurdi. Yoki bo'lmasa chumuli don yiqqandek usul bilan nom shuhrat yig'idi. Sende kishilarni tong qoldiradigan iste'dod bo'lgan holatdimi shuhratparastlikdan amal bar saqlan. O'z ishing bilan xotirjam mashg'ul bo'l. Haq nima desida vasun. Tökbə, şərəb deganlardan voz kechsan kechkinki o'zingni kelsi kelmas bozorga silivəmə. Saxtalık işletib çandırıb qoyub, boshqalarning kulkusiga qoldigan ishni hargiz qilma. Haqiqiy azmatlarga xos xarakterning bo'lishi, azmatlarga xos tashqi qiyofatning bo'lgandan ko'p afzaldir.